Assalomu alaykum, qimmatli bolajonlarim. Hozir men sizlarga ayyor laylak degan ertakni aytib beraman. Tinchgina o'ltirib quloq solinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir laylak bor ekan. U baland qamishlar o'sgan botqoqlikda yasharkan. Kunlardan bir kuni o'sha laylak erta tongda turibdi-da, ovqat qidirib ketibdi. Lekin hech narsa topolmabdi. Kuni bo'yi ovqat izlayverib, rosa charchabdi. Qosh qorayib, quyosh botgach, laylak bir ko'l bo'yiga kelibdi. Bu ko'lda balolar shunchalik ko'p ekanki, asta qo'yaverasiz. Laylak ko'l yaqiniga kelib, uzun tumshuqlarini endi suvga tiqmoqchi ekan, baliqchalar suvlarni shaloplatib qochib ketishibdi. Laylak birorta baliq tutib olsam, juda maza qilar edim-da deb ko'l bo'yida turaveribdi. U uzoq kutibdi. Lekin bekorga vaqti ketibdi. Oxiri rosa diqqat bo'lib, yana botqoqlik tomon uchib ketibdi. Bir necha kundan keyin laylak yana ko'l bo'yiga kelibdi. Bu safar u sekin, shoshilmasdan, hech narsaga parvo qilmay, u yoq bu yoqqa yura boshlabdi. Buni ko'rgan baliqlar juda hayron qolishibdi. Chunki ular shoshqaloq laylayvonni hech bunday ahvolda ko'rishmagan ekanda. Baliqlar laylakning bunday yurishiga juda qiziqib qolishibdi. Ular qirg'oqqa yaqinroq kelishib, laylakvoyni chaqirishibdi. Ammo laylak ularning gapiga parvo ham qilmay, yana sekin asta qadam tashlab yuraveribdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, ko'ldagi hamma baliqlar qirg'oq tomon suzib kelaverishibdi. Ularni ko'rgan laylakvoy so'z boshlabdi. "Hoy baliqlar, endi mendan sira qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Chunki men bugundan boshlab hech kimga ozor bermay yashashga qaror qildim." MTRK audio kitoblar. Uning so'zlarini eshitgan baliqlar, "Sening bu gaplaringga ishonmaymiz", deyishibdi barovariga. "Ishonmasalaring o'zlaringga qiyin. Agar boshingizga biror falokat tushsa, sizga yordam bermaymiz", debdi laylak kerilib. "Sening yordamingga muhtoj emasmiz", deyishibdi baliqlar. Shu vaqt laylak ko'l chetiga yaqinroq kelibdi-da, tumshuqlarini taqillatib debdi. "Yaqinda bu ko'ldagi suvlar quriydi. Ana o'shanda sizni holingiz yomon bo'ladi", debdi ayyorlik qilib. Baliqlar avvaliga uning gapiga ishonishmabdi. Ammo oralaridagi bir ikkita laqmalari esa darrov laylakning bu bema'ni gapini tarqatib yuborishibdi. Baliqlarning ko'ngliga g'ulg'ula tushibdi. Ularni vahima bosibdi. Toqatlari toq bo'lgan baliqlar oxiri o'zlari yalinishga tushibdi. "Hoy laylakvoy, bu falokatdan bizni qutqar. Endi nima qilishimiz kerak?" deyishibdi. Laylak tumshug'ini baland ko'tarib, biroz o'ylaganday bo'libdi. Keyin gap boshlabdi. "Anavi tog'ning orqasida yana bir ko'l bor. Biroq sizlar u yerga o'tolmaysizlar. Bir o'zim sizlarni birdaniga olib o'tolmayman. Agar xohlasanglar, bugundan boshlab sizlarni narigi ko'lga bittadan tashiyman", debdi laylak. Baliqlar sevinib ketishibdi va laylakka narigi ko'lga tezroq o'tkazib qo'ydi, yana yalina boshlashibdi. MTRK audio kitoblar. Shunday qilib laylak har kuni bittadan baliqni tumshug'iga tishlab, tog'ning orqasiga uchib o'tarkan-da, o'sha yerda o'ljasini yeb, qorni to'yg'azar ekan. Laylakning bu nayrangini shu ko'ldagi qari qisqichbaqa bilib qolibdi. Navbat qisqichbaqaga kelganda u "Laylayvoy,
meni suyaklarim juda bo'shashib qolgan. Shuning uchun sendan iltimos qilaman. Meni tishlama. O'zim bo'yningga osilib olaman debdi. Mayli, bo'ynimga osilsang osila qol debdi-da. Laylak uzun bo'ynini qisqichbaqaga egibdi. Qari qisqichbaqa uni bo'yniga osilib olibdi. Shundan keyin Laylayvoy katta qanotlarini yozib osmonga ko'tarilibdi. Shu vaqt qisqichbaqaning ko'zi tog' yonbag'rida yotgan bir uyum baliq suyagiga tushibdi. Qisqichbaqa Laylakning ayyorligiga endi juda ishonibdi va Laylakning bo'ynini u o'tkir qisqichlari bilan qisa boshlabdi. "Voy, qisqichbaqa, nima qilyapsan?" debdi Laylak zo'rg'a nafas olib. "Seni ayyorligingni endi tushundim. Hozir ta'zirini beraman" deb yanada battarroq qisibdi. "Aldab shuncha baliqlarni sho'rini quritibsan." Laylak yalinishga tushibdi. Ammo qisqichbaqa uning bo'ynini sira bo'shatmabdi. Zo'r qanot qoqayotgan Laylakka "Hozir meni o'zimizni ko'lga olib bordi" buyuribdi qisqichbaqa. Laylak ko'l tomon ucha boshlabdi. U ko'lga yetgandan keyin qisqichbaqa uning bo'ynini qo'yib yuboribdi va suvga sakrab tushibdi. Ta'zirini yegan Laylak shu bu ko'lga yaqinlashmaydigan bo'libdi. Ko'ldagi baliqlar esa mazza qilib hayot kechirishibdi. Mana bolajonlar, ertagim ham tugadi. Endi o'rinlaringizga borib dam oling. Uyqungiz tinch, tushlaringiz shirin bo'lsin. Xayr.